Yagona darchaning qaptolidan kirib, domlarning yonidan kirganimizdan keyin oxirga kelamiz. Shu kesasida turgan oxirgi domda 2 va 3 xonali uylarimiz sotiladi. Bu GTS Group domlari. GTS Groupda boshqa domlardan ajralib turgan holatda balkoni bor, aboylangan, eshiklardan sifatli qo'yilgan. Boshqa domlar, Dahkamot domni boshqalardan qaraganda infratuzilmasi zo'r. Kanalizatsiyasi 6,5 km uzoqlikka ketadi. Oldindan latoklar, suvoqar, hamma narsasi bor. Zeleniy zona. Kiramiz. Sizlarga 3 xonali uyimiz bilan tanishtirib o'taman. Podezimiz. Yo'q. Podezimizda hammasi xudo xolasa bitdi. Endi 3 xonali uyimizni ko'rsatamiz menaki. Keling birinchi kuxnyadan boshlaymiz. Kuxnyada mana shunday mebellar bilan chiroyli etib sizni kutib oladi. Bu yerda endi uyning egasi o'zlari qo'yib sotib olgan odam. Bu yog'imizda menaki gaz. Gazlarimizda hech qanday muammo yo'q. Kelasiz, krishkasini olib to'g'ri yoqaverasiz. Yagona darchaga ariza berib, uni kutib o'tirish shart emas. Xudo xolasa kelgandan sirasi qo'shaverasiz. Bu yog'imizda mana ulkan panoramali oynalarimiz sizni kutib oladi. 2 dona balkonimizda. Yaxshi tarafi balkoni kuxnyadan va zaldan oyna qapılar bilan ajratilgan. Bu yog'imiz zal spalniy qilsangiz bo'ladi, chiroyli qilib, aboylarni ochib zo'r qilib bosilganda, mana shunday ko'rsatsa bo'ladi. Endi eshiklarning mexanizmlari baho beramiz zo'rindan menaki. Eshikning o'zidan bir xivodan keltirilgan zo'r eshiklardan kelib ko'rsatsa bo'ladi. Bu yog'imizda ham yana bir xonasi menaki chiroyli qilib uzatilgan. Banyamizda rakovina, ariston, unitaz, dushovoy hammasi uzatilib, tayyor holatda turibdi xudo xolasa. Bu yog'imizda yana bir xonamiz menaki. Polni tayyor xudo xolasa. Bu yog'imizda menaki maktab, bog'cha quriladi orqa tarafimizda domning. Xo'p, narx-navolarga keladigan bo'lsak, metr kvadrati 6,5 million so'mdan. 2 xonali uyimizning umumiy narxi 332 million so'm, 3 xonalimizning umumiy narxi 397 million so'm. Xalasiz ipoteka kredit, xalasiz subsidiya, hamma to'lov tizimi ishlaydi bizlarda. Kredit taraflamadan o'zlarimiz yordam beramiz. Atak kimga qiziqayotgan bo'lsa, yo bo'lmasa sizning subsidiyangiz bo'lgan bo'lsa, yo siz ishlayotgan bo'lsangiz, sizga bemalol to'g'ri keladi. Agar siz ishlamayotgan bo'lsangiz, lekin kafilingiz bor bo'lgan bo'lsa, ondadan sizga bu uylarimiz to'g'ri keladi. Sizga kredit olishda yordam beramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mag'lub Makli kanali GTS Groupdan bo'ldi.